君の名前は Nima bu rasvogarchilik? Nima bu? Nima sensan? Salom anime muxlislari, sizlar bilan Zenit va bugungi video roligimizda bir zarbi yordam 3-mavsumni tahlil qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa boshladik. Bu haqida qisqacha qilib Instagram kanalida video qilgandim. Bugun to'liq qilib tushuntirib beraman. Umumiy ma'lumot. One Punch Man 3-mavsumi 2025-yil 12 oktyabrdan boshlangan. Yangi mavsum 12 qism bo'lib, mangani Monster assotsiatsiyasi arkiga anime moslashtiriladi. Moslashtirilgan, ammo bu yerda lekin degan so'z bor. Deyarli IMDb ham eng yuqori ballni 8-qism uchun qo'ydi. Qolgan qismlari esa mayli. Asosiy voqea Monster assotsiatsiyasining markaziy antagonistlari bo'lib, yer ostida yashashadi va fantastik darajada qudratli maxluqlar bo'lib, ular Orochi, Gyoguri va boshqa kuchli yirtqichlar. Ko'plab qahramonlar oldida xavf tug'diradi. Maxluqlar bosh ko'tarishni xohlab qolishadi, odamlarni yo'q qilib, yerni egallashga harakat qilishadi. Bunga esa qahramonlar xalaqit berishadi. Bu mavsumda asosan Garovga inson va yirtqich sifatida mavsum markaziga aylanadi. Garov qahramonlar tizimini tanqid qilib, o'zining qarashlari bilan dunyoga qarshi kurashadi. Bu mavsumda kuchli janglar, strategik qarorlar va maxluqlar assotsiatsiyasi bilan to'qnashuvlar haqida ma'lumot beradi. Garov falsafiy jihatdan chuqur. Uni faqat yovuzlik emas, balki jamiyat va qahramonlik qadri bilan shaxsiy qarama-qarshilikda harakatlantiradi. Aniqroq, Garov qahramonlardan nafratlanadi. Bu esa maxluqlar assotsiatsiyasini ko'rib, Garovni o'ziga qo'shib olishadi va maxluqlar hech narsa tushunmasdilar. Ular faqat odamlarga qarshi chiqishni o'ylashardi. Garov qahramonlar yengib, u ham jamiyatda o'z o'rnini topishni istardi va Garov bir qahramon jasadini olib kelish buyuriladi. Tero bilan gaplashib turganda Royal Reaper va Buggot laqabli maxluqlar keladi va Garovni garchi jangda yutishni imkoni bo'lgan bo'lsa-da, yutqizib qo'yadi va Teroni qutqarish uchun maxluqlar assotsiatsiyasi bostirib kirib, ko'plab maxluqlarni yo'q qiladi va Teroni qutqarib ketmoqchi-edi, lekin oldidan ulgan it chiqib qoladi va jang vaqtida Gyoguri qo'lidan tushib qoladi va Gyoguri jang qilishni xohlamadi va maxluqlar qiroli Orochi bilan Garovni jang qiladi. Jangni katta darajada yo'qotish bilan yutqizadi. Vagama ismli bolani maxluqlar o'g'irlab ketishadi. Otasi qahramonlarga bolasini qutqarishini aytdi. Maxluqlar assotsiatsiyasi Z shahrini barcha qahramonlari Z shahrini yer ostiga kirishadi. Har bir qahramon uchun sinov bor edi. Dastlab bu animeni qutqargan Flash, Hellfire Flame va Galvinga qarshi chiqdi. Jang epik desa bo'ladi. Ikkalasini yengib yo'lini davom etadi. Imperator bolasi Phoenix odamni qiyinchilik bilan bo'lsa-da yengdi va Gamani qutqarib tirik holda olib chiqdi. Atomic Samurai esa dahshatli Blade qoraga qarshi jang qiladi. Bu qiyin jang edi. Qora cheksiz darajada ko'payishi mumkin. Atomic Samurai yutqazadi. Jangda undan tashqari bitta hezalak ham jang qiladi. Zombiyodan avval vampirga qarshi qiyin jangni boshidan o'tkazadi. Jangda yutib, maxluqlarni tozalab, so'ng Homeles imperatorga qarshi chiqadi va Mabut tomonidan kuch berilgandi, ya'ni yorug'lik energiyasini boshqarish. Garov bilan jang qilgan It Saytamani oldiga kelib qoladi va itni erkalamoqchi bo'ladi. It Saytamani yo'q qilishga urinadi. Saytama bir shapaloq berib, damini berib yuboradi va so'nggi jang Saytama maxluqlar qiroli o'rtasida bo'ladi. Bu wow deb bo'lmaydi. Bir necha minut bo'ldi. Jang albatta Saytama yutdi, lekin manga deyarli shaharni yo'q qilib yuborgandi. Afsus. Asosiy voqealar shu. Oldingi mavsumlar, birinchi sezon parodiya va epik janglar, ikkinchi mavsum qahramonlar jamiyatidagi muammolar, uchinchi mavsum esa qahramon kim va yovuz kim degan savollar. Bu mavsumda Saytama markazdan biroz chetga chiqadi. Diqqat markazida Garov va S-klass qahramonlarga ko'proq beriladi. Qahramonlar tizimida soxta adolatga asoslangan. Kuchli bo'lmaganlar hech qachon eshitilmaydi. Shu sababli ular o'zlarini yovuz deb emas, insoniyatning qarshi evolyutsiya deb ko'rishadi.
Bu yerda anime jamiyatdagi anarxiya, kuch, obro' masalasini tanqid qiladi. Garo kabi belgilar orqali anime yomon va yaxshini tushunchalarini murakkab qiladi. Qarama-qarshi kuchlar ham adolat hissiga ega bo'lishi mumkin. Bu dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Garo bolaligida doim yovuzlarni yutqazgandan ko'rib ulg'aygan. Qahramonlar zolim va yovuzlar esa qurbon deb biladi. U absolyut yovuz bo'lishni xohlaydi, lekin paradoks shunda, Garo yovuz bo'lishni xohlaydi, lekin ich-ichidan insonlarni himoya qiladi. Har bir mag'lubiyat uni kuchaytiradi, har bir og'riq yangi evolyutsiya. U asta-sekin insonlikdan uzoqlashadi. Bu psixologik parchalanish hikoyasi. Garo aslida jamiyatdan rad etilgan bola, tizimga qarshi isyonchi, qahramonlikni o'zgartirmoqchi bo'lgan shaxs. 3-sezonda Saitama kamroq ko'rinsa ham, mavsumning asosiy falsafiy aynan u orqali beriladi. Saitamaning muammosi chekinish kuch, lekin hech qachon ma'no yo'q, hech qanday xavf yo'q, hech qanday hayajon yo'q. Garo bilan qarama-qarshilik. Garo Saitamani ma'no izlaydi. Ma'nosini yo'qotgan kuch uchun azob chekadi. Kuch bepul tezlik bilan o'sadi. Deyarli allaqachon cho'qqida. Bu yerda anime savol beriladi. Agar hamma narsaga erishsang, keyin nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Миш, мне похуй. S-klass qahramonlari ideal emas. 3-sezonni S-klass qahramonlari ideal qahramon sifatida buzib tashlaydi. Misollar: Tatsumaki kuchli, lekin hammani o'zidan past ko'radi va zaiflarni tan olmaydi. Atomic Samurai mag'rur, kekkayib ketgan. Flash o'zini hammadan ustun ko'radi. Child Imperator aqlvor, lekin tajriba yetishmaydi. Ular bir-biriga ishonmaydi, hamkorlik qilishni bilmaydi. Har kim o'z egosi bilan band. O'zini chala qahramonligini bilmaydi. Bu Garoni tanqidini kuchaytiradi. Ma'nosini qahramonlaringiz, qahramon va yovuz o'rtasidagi chiziq xiralashadi. 3-sezonning eng kuchli nuqtasi axloqiy noaniqlik. Ba'zi yirtqichlar insoniyroq, ba'zi qahramonlar shafqatsizroq. Garo yovuz, lekin adolatli. Saitama qahramon, lekin befarq. Anime ochiq aytmaydi, lekin shuni so'raydi: kim haqiqiy qahramon sizningcha? Oldingi mavsumlarda parodiya, komediya, tezkor janglar, 3-sezonda og'ir dialoglar, qorong'i sahnalar, uzoq janglar, psixologik bosim. Bu ataylab qilingan. One Punch Man bu oddiy kulgili anime emasligini isbotlash uchun. Vizual va ijodiy muammolar bu mavsum katta tanqidga uchraydi. Sujet kuchli, janglar va dramatik vaziyatlar bor. Animatsiya sifati past, ko'pgina sahnalar juda statik yoki qattiq ko'rinadi. Tuzilishi ba'zida qisqalgan va notekis. Muxlislar munosabati. Salbiy tomonlari: ko'pchilikning fikri, sezilarli past animatsiya sifati, sujet ba'zan sust, juda ko'p dialog va o'ziga harakatli sahnalar. Kutgan energiya yetmaydi. Ba'zi muxlislar zerikish haqida yozmoqda va bu anime emasligi ham aytmoqda. Ijobiy tomonlari: Garo va boshqa qahramonlarning chuqur psixologik kurashlarini qadrlanmoqda. Hikoya konteksti va maxluqlar assotsiatsiyasini razvedka dramatik holatlari yaxshilaydi. Bu mavsumning asosiy muammo animatsiya bo'lib qolgan. Shu sabab mappa esingizda bo'lsa. DC Step 2-mavsumdan keyin bir zarbli odamdan voz kechdi va mappa davom ettirishini aytgandi. 3-mavsum chiqish premyera qilib qo'ygandi. Deyarli chiqishga oz vaqt qolganda mappa bir zarbli odam animasidan davom ettirishni xohlamadi va animatsiya qilish qiyin dedi. Bunday kadrlarni tayyorlash ayniqsa premyera sanasida turibdi. Majbur DC Step animeni qo'liga olib, kamroq byudjet bilan ekranlashtirdi. Chunki o'zlari ham bilardi, vaqti kam, animatsiya qilish qiyin. Axir bunday kadrlarni ko'rgan animatorlarni tomi ketish aniqda. Aytishingiz mumkin: "Xo'p, mayli, premyera sanasini orqa-roqqa olsa bo'ladi-yu" deb. Bu yerda yana lekin degan so'z bor. Birinchidan, premyera sanasini o'zgartirsa, tomoshabinlar norozichilik qiladi. Bu esa qiyinchilik olib keladi. Ikkinchidan, bundan oldin ko'p marta premyera sanasi o'zgargan. Shuning uchun ham bu narsalar DC Stepga bosim bo'ladi. Nima qilishni bilmay, premyera sanasini tezroq yetkazib berish, animatsiyani yaxshiroq qilish uchun harakat qilishdi va 3D qilamiz degandi. Lekin muxlislar katta norozichilik qilishdi. Shu sababli animatsiyaga qaytishdi.
tushunmasligingiz mumkin. Hozir tushuntirib beraman. Masalan, bir mangani animatsiya qilish uchun deyarli 1 yil oldin ish boshlanadi. Ya'ni manga avval oddiy rasm qilib, chizib, uni animatsiya qilishadi. 24 minutli anime oddiy bo'lsa, kamroq karikatur chizadi. Agar jangari bo'lsa, ko'plab karikaturlar chizadi. 1 yil davomida bemalol mangani animatsiya qilishadi va barcha studiyalar shunday qiladi. Afsuski, mappa tufayli bir necha oy vaqt qolganda harakat qilib yetkazishdi. Baribir muxlislar katta norozilik qilishdi. Bir zarbli odam ikkinchi mavsumni ham JC stav qilgan. Yakuniy xulosa: kuchli tomonlari, Garoni obrazining chuqurligi, falsafiy savollar, jamiyatdagi tanqid, qahramonlarning tushunchasining buzilishi, zaif tomonlari, Saitama kamroq markazda, og'ir ton, hammaga yoqmasligi mumkin, harakatdan ko'ra fikr ko'p. Yakuniy baho 10 dan 7. Bu One Punch Man'ning eng yetuk va eng jiddiy mavsumi. Bugungi videorolikimiz shulardan iborat. Kimga qanaqa bilmadim, fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.